Saroy ulamolaridan, zalolat ulamolaridan, fasod tarqatuvchi olimlar, dinini sotgan ulamolar. Shuning uchun ahli ilmlar olimlarni 3 turga bo'lishadi. Aytishadiki, birinchisi saroy ulamosi. Buki sulton undan rozi bo'ladigan fatvo beradi. Amir rozi bo'ladigan. Bu olim uni tepasida turgan boshlig'i rozi bo'ladigan fatvo beradi. Bu shariatga zid bo'lsa ham. Ikkinchisi esa odamlarning olimi. Odamlarning olimi bu o'ziga muxlis yig'adigan olimlar. G'am o'zini eshitadigan odamlar yig'ish. Odamlar uni yaxshi ko'rishlarini, maqtashlarini xohlashadi. Odamlarga yoqadigan gaplar gapirib, bu shariatga zid bo'lsa ham ularga yoqadigan fatvolar beradi. Xalq ulamosi. Ya'ni nimani xohlasangiz ham sizga yoqgan fatvoni beradi. Uchinchisi esa millatning olimi. Buki Allohdan qo'rqadigan olim. Va gapirayotgan gapini to'g'riligini tekshirib fatvo beradi. Va din haqida gapirganda Allohni birinchi o'ringa qo'yadi. Faqatgina Alloh rozi bo'ladigan fatvo beradi. Bir shoir aytganday, axir qirollar, rohiblar va zalolat imomlari bu dinni xalq qilishmadimi? Olimlarni ba'zilar aytgan ekanlarki, qiyomat kunidagi eng savol-javobning og'iri menga shuki, bilding, nimaga amal qilding degan savoldan qo'rqaman degan ekanlar. Mana shu biz ham bilyapmiz hammamiz birodarlar. Nimaga amal qilding degan savol bor bizga. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Qul hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun" bilganlar bilan bilmaganlar barobar bo'ladimi degan oyat bor. Buni ko'pchiligimiz bir taraflama tushunamiz. Ya'ni bilganlar bilan bilmaganlar barobarmi? Bilganlarning darajati juda baland bo'ladi deb tushunamiz. To'g'ri, oyatning ma'nosi shunday. Undan boshqa ma'nosi ham shuki, bilganlarning azobi bilan bilmaganlarning azobi barobar emas. Bilganlarning azobi qattiq bo'ladi ular Allohning rasulining so'zini eshitib turishini amal qilmaganligi uchun. Biz mana bu tarafini ham bilaylik faqat. Biz bilganimiz bilan faxrlanib qolmaylik. Bilganlarning azobi bilan bilmaganlarning azobi barobar emas.